Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Internetda shov-shuvlarga sabab bo'layotgan mavzuga e'tiboringizni qaratmoqchimiz. Sizning fikringiz biz uchun muhim. Iltimos videoni oxirigacha ko'ring. Hech qachon Nilufar Hamidova bilan rol o'ynamayman. Shohida Uzoqova Nilufar Hamidova bilan ishlashdan keskin bosh tortishini ochiq aytdi. Bu qarorni u shaxsiy prinsiplar va san'atga bo'lgan e'tibori bilan izohladi. Men oldin u aktrisa bilan birga Tutash taqdirlar serialida rol o'ynaganman, lekin bundan buyog'iga hech qachon birga rol ijro etmayman. Meni undan qo'rqadigan joyim yo'q. Odamlar Nilufar Hamidovani videolarini ko'rib, hamma aktrisalar shunaqa degan gaplarini o'qib yuraklarim yomon bo'lib qoladi. Nega biz shunaqalar uchun yomonga chiqishimiz kerak? Bir kuni festivalga shunaqa ochiq kiyinib keldi, hattoki ruslar ham bunaqa kiyinmaydi. Men yonimdagi qizlarga hozir borib uni uraman va kiyimini yirtib tashlayman. Xohlasalang internetga tarqatvorlaring dedim. Qizlar zo'rg'a ushlab qoldi meni, deydi Shohida Uzoqova. 2-3 yil oldin meni serialga taklif qilishdi. Syomka uchun juda fayzli xonadonga bordik. Men ona rolini o'ynashim kerak edi. O'sha xonadonda oyog'im qayrilib ketdi. Yomon inson yurgan yo'ldan yursam menda nimadir sodir bo'ladi. Keyin qarasam Nilufar Hamidova shu yerda ekan. Endi uni o'tirishini ko'rsangiz shunaqa ochiq kiyingan, oyoqlarini chalkashtirib o'tirgandi. Bekorga emas ekanda. Yiqilganim dedim. Rejissyorni chaqirib, nega uni chaqirding deb rosa urishdim, deydi Uzoqova. Biz bilan qoling va kanalimizda yangiliklarni kuzatib boring.